Xorazmdan nafaqat zo'r sozandalar, nafaqat zo'r hofizlar, balki zo'r shoirlar ham chiqqan. Bugun ana shu shoirlardan biri bugun studiyamiz aziz mehmoni, o'zi ham shoir, ham suxandon, endi serqirra inson, ham tadbirkor, xullas qo'ldan kelmaydigan ishi o'zi yo'q. Demak, Ulug'bek Sabri hamda Muzaffar akamiz bugun studiyamiz aziz mehmoni. Men ularni mana shu demak studiyamizni to'g'ri qo'riga taklif qilaman. Qo'lingizga mana shu mikrofonlarni berib, qani kelinglar meni yonimga, kelinglar. Bu yigitlar ataylab Xorazmdan kelishdi, samolyotda uchib kelishdi ataylab. Mana shu Lazgi ansamblga hurmat ko'rsatib, Xorazm san'atini qo'llab-quvvatlash uchun. Kelinglar, Muzaffar aka marhamat, kelinglar. Qani Sabri, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum avvalo barchalarga. Ustoz, sizni yoningizda endi ruxsat berasiz. Bemalol. Boringizga. Hoş geldinizler. How artist. Sağ olun. Xudo xolasi, endi yodingizda shu bu militsiya mashinani ko'rib yadim ochishdi. Demak, azizlar, avvalambor Ahror aka, bugun men haqiqatan o'zim bilan bitta mehmon olib keldim, quruq kelganim yo'q. Mana shu Yoshlar telekanalini doimiy muxlisi nafaqat men, nafaqat bu yonimdagi mehmon, qolaversa imkon shoudan tutib shou patrulgacha biz sizni qadrli muxlislaringizmiz. Sog' bo'ling, salomat. Ana shu o'rinda bugun aynan siz uchun atalgan sovg'a bor. O'sha sovg'ani topshirgandan keyin so'zimni davom etsam nima deysiz? Mayli endi. Demak, albatta mana ajoyib bir tadbirkorimiz Xorazm viloyatidan Feruza Muzqaymoqlari nomidan siz uchun atalgan sovg'a bor ekan. Muzaffarjon, sovg'ani topshirsangiz, keyin biz so'zimizni davom etamiz albatta. Voydod. Ana. Bayram deb bo'lsin dedik. Mana Lazgi bor joyda mana shunaqasi ham bo'lar ekan mana. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Ana. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ana. O'zi ham nima deydilar? Xorazm shohlaga o'xshadimmi? Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ataylab mana aytayapman-ku, Xorazmdan ataylab kelib, Lazgi ansambli bugun chiqadi deganiga albatta mana shu joyda biz ham ishtirok etishimiz kerak deb chiroyli bir sovg'alar bilan kelishdi. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Katta rahmat Ahror aka. Hurmat qilib shu chaqirganingiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu ijodlaringizga omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Yoshlar telekanali shu hamma ko'rsatuvlarga muvaffaqiyat tilab qolamiz. O'zingizga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sizga ham ishlaringizga rivoj bersin. Katta rahmat. Ilohim barakasini bersin, ilohim. Albatta mana shu Yoshlar telekanali haqida gap borar ekan, qarangki, Ahror aka, men hozir mana shu yerda kadr ortida nechta odamlar mehnat qilayotganlarini ko'rdim. Ko'rinmayotganlar qancha mana qarang. Ko'rinmayotganlar qancha, ko'rinmayotganlar qancha. Mana shu 2 soat mobaynida to'g'risini aytadigan bo'lsam, ko'rinayotganlardan ko'proq ko'rinmayotganlar mehnat qilar ekan, xafa bo'lmaysizlar. To'g'risini aytib qo'yaman. Bir kun o'sha aytmoqchi edim, haligi nima deydi? Shoir kelgandan keyin she'r eshitmasak bo'lmaydi. Qani? Bir kun do'stim mendan so'radi. Bir kuni do'stim mendan ajablanib so'radi. Oti Yoshlar kanali nega hamma ko'radi? Dedim, undan hali ham samimiyat arimas. Shu sababli bu kanal hali beri qarimas. Chunki Ahror aka, qarang, siz bilan biz 50 yoshni qarshiladik. Ustoz mana salkam 70 yoshni qarshilab qo'ydilar. Lekin Yoshlar kanali hali ham yoshlarda. Albatta. Hali ham yoshda, to'g'risi. Hali ham trendda. Hali ham trendda, to'g'risi. Keyin mana shu shou patrul haqida to'xtalib, o'zim alohida she'rni uyda yozdim. Keyin qarangki, aynan o'zim Xorazmdan bo'lishim bilan birga bugun mana Lazgi ansamblini ko'rib juda ham ko'zim ham quvnadi, dilim ham yayradi va albatta mana shu shou patrulni she'rini yozib tugatgandim. Lazgi ansamblini 69 yoshi kirganini eshitdim-u, orasiga qo'shib qo'ya qoldim. Qani joyida nima dedingiz? Qani. Birovni dilin anglash. Birovni dilin anglash beqiyos baxt har insona. Maqsad birdam dillashmoqdir. Shou patrul bir bahona. Ko'rinmaydi yo'llar uzoq. Bilinmaydi yo'llar uzoq. Bizga taklif bo'lgan oni shou patrul ochar quchoq. Ahrorbekning ko'p imkoni. Hushyor tortar eshitsa kim? Patrul degan so'zni gohi, ey, bu bir oyna, tiniq shaffof, uzilmaydi xalq nigohi. Qo'ymadingiz axir bir deb ustoz Karim bo'ldi rozi. Har bir ohang, har bir so'z deb bu navolar ko'ngil sozi. Bunda har bir
so'z bir asal, bunda har bir so'z bir qaymoq, erishi eng qiyin bo'lgan bu zo'r feruza muzqaymoq. Zavqlanasan har soniyada, Ahror Qo'shmatov yonida, Show Patrul doimgidek yoshlar telekanalida. Emas dushanba, seshanba, chorshanba, juma, payshanba, bizlar shanba yo'lga chiqdik, Show Patrul har yakshanba. Ustoz Karim Rahmon keldi, buni ko'rdi, hamma bildi. Xorazm lazgisi bu yil 69 yoshga kirdi. Bu davrada Sabri ham bor. Besabrlar sardoridir. Xalqqa xizmat so'zi bilan asl maqsad va koridir. Hey, sog' bo'ling, salomat bo'ling, rahmat, omon bo'ling. Xo'p, endi bunday qilamiz. Mana bu to'nni yechamiz. Muzaffar aka tashrif uchun sizga rahmat aytaman. Umringiz uzoq bo'lsin, xush kelibsiz yana bir marta. Sabri, siz shu yerda to'xtab turasiz. Biz sizdan yana bitta iltimosimiz bor. Muzaffar akani kuzatib qo'yamiz. Mana bu chiroyli to'nlarni demak, orqali topshiramiz. Sizga yana bitta iltimosimiz bor. Demak, hamma yaxshi biladi Ulug'bek Sabrini internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda ona degan chiroyli bir she'rlari juda ham o'zini muxlislarini topgan, millionlab ko'rimlarga sabab bo'lgan. Ana shu onani bitta eshitmasak bo'lmaydi endi. Mana shu